Qisqasi, Abduqodir Husanovga Fransiyaning Lens hamda Angliyaning Liverpool jamoalari jiddiy qiziqish bildirishmoqda. Aytishlaricha, Lens Abduqodir Husanovni ijaraga olish bo'yicha Manchester Cityga jiddiy taklif bilan ham chiqqan. Championat Aziya sayti bosh muharriri Narzulla Saydullayevning o'z Telegram kanalida yozishicha, Lens prezidenti Jozef Mari Manchester City prezidentiga qo'ng'iroq qilib, Husanovni yarim yilga ijaraga berishni so'ragan. Sababi Lens hozirgi kunda Fransiya chempionatida birinchi o'rinda ketmoqda va klub Husanovni PSG bilan raqobatda yordam berishini xohlayotgan ekan. Biroq City tomoni buning iloji yo'qligini ma'lum qilgan. Liverpool jamoasi esa anchadan buyon Abduqodir Husanovni kuzatayotgani va uni yuqori baholashini ma'lum qilgan. O'zbekistonlik 21 yoshli himoyachi uchun 47 million funtdan ko'p bo'lmagan mablag'ni to'lashga tayyor. Husanov APLda bu mavsumda 4 o'yinda maydonga tushgan bo'lsa, Yevropa Chempionlar Ligasida 2 ta, Angliya Liga Kubogida 2 ta bahsda to'p surdi va hozirgi kunda Transfermarkt talqiniga ko'ra 35 million yevro narxga baholangan.